Novoylan boshlig'i, qanilar Novoylan boshlig'i? Hamma qanaqa ekan? Novoylan boshlig'i? Gap yo'q. Uchqo'rg'onda Novoylan boshlig'i kim desa, hammani ko'z oldiga Nasiba to'pda keladi. Non bozorda. Opa, bugun chiroyli loyiha o'tkazdik, ko'rdingiz. Tort House tomonidan tortlar tarqatildi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Tortni yedingizmi? Tortni yedim, mazasiga gap yo'q. Qo'llari bundan ham shirin bo'lsin. Uchqo'rg'onimizda mana shunaqa korxonalar ochilishga tilakdoshman. Arzon narxda bo'lsin, chiroyli, sifatli narsalar bo'lsin. Yedingiz, yoqdi. Yedim, yoqdi menga. Uncha narsa yoqmadi, lekin uncha narsa yoqmasdi menga, lekin yoqdi mana shu narsa. Sog' bo'ling, opa. Salomat, umringiz uzoq bo'lsin. Uchqo'rg'on xalqi sizni yaxshi ko'radi. Sog' bo'ling. Sizlar ham baxtli, saodatli bo'ling. Sog' bo'ling, opa, sog' bo'ling. Zokir aka, aka tortni yedingizmi? Yedim. To'g'risini ayting, qanaqa ekan? Zo'r. Gap yo'q. Rahmat. Yaqin orada kimni tug'ilgan kuni? Yaqin orada hozircha yo'q, to'g'risini aytsa. Agar tug'ilgan kun bo'ladigan bo'lsa, borib manzil Otabek aka, Mabtekalarni to'g'risida Tort House. Zokirjonlarning eski o'zbegim do'koni. Sog' bo'ling. Ta'mi zo'rmi, yoqqanmi? Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Hammaga tavsiya qilaman. Qara, Tort House qayerda men bilasan? Bansin oldi. Tort House'dan xuddi shu joyda hammasi yutuq. Bitta tanlasang, ichida to'rt ham bor, pul mukofot ham bor. Tanlaganing seniki. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar to'rt yutdi, mana Alisher. Bolalaring qarab tushmayman deb ketib yubordi. To'rt berdi endi, o'pmi? Ko'zingga. Mana jigarim, Tort House tomonidan Zalot Uchqo'rg'onga obonasan, lekin manzilni bildi. Yana bir imkoniyating bor. Bolalaringga, singlingga, uydagilarga telefon qilasan. Telefon qilasan hozir. Yaxshi kunlarimizdagi to'rt qaydan to'rt olib boray deysan, agar Tort House'dan desang, yana bir to'rt beramiz. Mana qadrdonlar realni jonli bo'yapti. Kimga telefon qilsang ham farqi yo'q. O'tirishmayaptimi? Xo'p, yana bir ma'lumot aytaman senga. Tort House tomonidan yangilik bor. Shu voucher sen Tort House'dan to'rt olganingda esingdan chiqmasin, 9 ta to'rt olsang, 10-chisi katta 100 ming so'mlik to'rt mutlaq bepul bo'ladi. Ha, bu tomonga chisla bilan yoziladi, bu tomondan registratsiya qilinadi, xuddi shu mana Tort House rahbariyat tomonidan shu yangilik ham xudo xolasa bo'ladi. Shunda endi yo'q, buni yangi boshladik, buni olsang bemalol. Sog' bo'lgin, ishlaringga omad. Hamma qanaqa mana yeb yuradi. Zo'r. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bugun birinchi qo'rqmasdan. Tort House haqida eshitganmisan? Eshitganman. Tort House. Tort House Uchqo'rg'on Otabek akani, aptekalarning to'g'risida yangi tort markaz ochilgan. Obuna bo'lganmisan, bo'lmaganmisan? Bitta tekshiraylik. Agar Zalot Uchqo'rg'onga bilan obuna bo'lgansan, Tort House ham obuna bo'lgan bo'lsang, o'yinimiz ishtirokchisiga aylanasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar ko'ryapsizlar, obuna bo'lgan ekan Tort House'ga. Qara uka. Tortasan, ichida to'rt ham bor, pul mukofoti bor, hammasi yutuqli. Yutganingni sirasi hozir olib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar to'rt chiqdi. To'rtingni hozir berib beramiz. To'rtimiz ko'p hali qadrdonlar. Mana uka Tort House tomonidan endi qara, qanaqa tug'ilgan kunni yaxshi kunlarga bemalol boraverasan. Yana bir tomoni bor, voucher qilib qo'yilgan 9 ta to'rt 1.20 mobaynida olsang, 10-chi tekin. O'tirasan, ta'miga baho berasan. O'zing Instagram'ga story qo'yasan, ta'miga, xo'pmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Sog' bo'l ekan. Salomat bo'l. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Qadrdonlar, mana xosiyat singlimiz ham biz o'yinimiz ishtirokchisiga aylandilar. Ikkala kanalimizga ham obuna bo'lgan ekanlar. Qarang xosiyat. Tortasiz har bitta voucherimiz sovg'ali bo'ladi. Torting. Omadingizni sinab ko'ring. 20 ming so'm. Lekin bu yerda hammasi mana to'rt bor edi, 50 ming so'm bor edi, hammasi bor. Mana 20 ming so'm yutib oldingiz. Obuna bo'lganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Akalar, yaxshimisizlar? Tuzyapsizlar? Tort House haqida xabaringiz bormi yo'qmi? Bor-a? Aka qarang, bitta loyiha o'tkazayotganmiz. Bitta torting yutug'i sizniki. Ye, gap bo'lishi mumkin emas. Aka ishlaning. Qanaqa omadingiz? Bu joyda 20 ming 50 ming yutuqlarimiz bor edi. Aka bitta tort berib yuboring. Men tortdan yo'q, o'zim olib keladi. Tort. Aka, tort masha deysizlar, aka. Ta'miga baho berasizlar. Tort House qaydaligini bilasizlarmi? Sizga manzilni tushuntirib yuboradi. Kechirasiz. O'zingizni mahallangizda. Chekma qo'yadi. Aka qarang, hokim yordamchisi o'zimizning akamiz bitta tortida tort chiqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. O'rtaga qo'yasizlar. Aka bitta ochib ta'miga baho berasizlar. Torting. Gap bo'lishi mumkin emas, aka. Mana elingiz. Bitib oldingiz. Aka bitta gap aytaymi? Yana bitta imkoniyatingiz bor. Yana bitta imkoniyat. Akalar qaranglar. Akaga yana bitta imkoniyat beryapman. Hozir bitta o'z yaqin odamingizga telefon qilasiz. Telefon qilasiz. Shirinlik olaman, qayerdan olaman deng. Agar Tort House'dan olib keling desalar, yana bitta to'rt beramiz. Kimga qilishingizdan qat'iy nazar, Azbek aka. Qaranglar, qadrdonlar, hech kim SMS yozib qo'ymayaptimi? Real bo'lyapti mana. Aka nima dedingiz? So'z Tort House'dan desalar, yana bitta to'rt beramiz. Alo. Shoyroqon, yaxshimisiz? Ha, hozirgi kunda qayi to'rtta shirin uyga olinganda. Tort House'ga. Ye, gap bo'lishi mumkin. Rahmat katta.